2023-yilda osmon tomonga qaratilgan lazer nuri ilmiy markazlarni hayratga soldi. Bu nur tasodifiy emas, aniq Alpha Centaur tomon yo'naltirilgan edi. Yon tarafi esa yer detektorlari tomonidan zaif akslanish sifatida qayd qilindi. Savol esa bitta: bu nur qayerdan va nima uchun yuborilgan? Alpha Centaur bizga eng yaqin yulduzlar tizimi bo'lib, atigi 4 yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan. Unda 3 ta yulduz bor. Ikkisi bizning Quyoshga o'xshash, biri esa kichik qizil yulduz. Bu mintaqa yashashga yaroqli bo'lishi mumkinligi sababli eng ko'p o'rganilgan hududlardan biridir. Shuning uchun bu tizimga qaratilgan lazer nuri olimlarni hushyor torttirdi. Alpha Centaur atrofida suv bo'lishi mumkin bo'lgan iliq mintaqa mavjud. Ba'zi kuzatuvlar bu tizimda Yerga o'xshash toshli sayyoralar mavjud bo'lishi ehtimolini oshirgan. Shuning uchun ilmiy guruhlar bu hududni yillardan beri sinchiklab kuzatib keladi. 2023-yildagi nur esa bu izlanishlarga yangi jumboq qo'shdi. 2023-yil mart oyida Chilidagi yirik teleskoplar g'alati yorug'lik impulslarini sezdi. Ular juda qisqa, o'ta kuchli va tor shaklda ko'rinardi. Dastlab nosozlik bo'lishi mumkin deb o'ylashdi, ammo bir necha kun o'tgach boshqa observatoriyalar ham aynan shu nurni qayd qildi. Nur birgina joyda emas, balki 3 ta kontinentda qayd etildi. Chilidagi ESO, Gavayidagi Mauna Kea va Avstraliyadagi Siding Spring markazlari bitta vaqtda shu hodisani ko'rdi. 3 xil joydan tasdiqlanishi uni tasodif bo'lish imkoniyatini yo'qqa chiqardi. Bu endi jiddiy ilmiy masalaga aylandi. Kuzatuv uchun juda sezgir yorug'lik zarracha detektorlar ishlatildi. Bu asboblar eng kichik yorug'lik o'zgarishini ham sezishga qodir. Nurlar bir xil ketma-ketlikda bo'lgani shu uskunalar orqali aniqlandi. Ularning ko'rsatgan ma'lumotlari nur tabiiy emasligini ko'rsatdi. Nur juda tor edi, xuddi ignadek chiziq kabi. Oddiy yulduz nuri yoki portlash bunday shakl yarata olmaydi. Bu ataylab yo'naltirilgan kuchli nurlanishga o'xshardi. Bunday tor nur faqat lazer texnologiyasi yordamida paydo bo'ladi. Impulslar tasodifiy emas, ma'lum bir ritm bilan kelardi. Bu ritmda pauzalar, interval va tezlik doimiy edi. Tabiiy yorug'lik jarayonlari bunday tartib hosil qilmaydi. Bu esa ongli ravishda yuborilgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Hisoblashlar nur yo'nalishining bevosita Alpha Centaur tizimiga to'g'ri tushganini ko'rsatdi. Yer umuman nishonda emas edi. Biz faqat yon tarafi aks etgan nurni ko'rdik. Bu esa asl signal bizga mo'ljallanmaganini bildiradi. Biz ko'rgan nur asl signalning juda zaif yon tarafi edi. Asl nurning kuchi bizga emas, boshqa manzilga qaratilgandi. Bu signalning maqsadi boshqacha bo'lganini anglatadi. Demak, bu aloqa jarayonidan faqat yon akslanish bizga tegdi. Yerda kuchli lazerlar bor, ammo ularning nuri atmosferaga to'liq chiqa olmaydi. Hattoki chiqsa ham yulduzlarga aniq yo'naltirish juda qiyin. 2023-yilgi nurlar esa ideal chiziqda ketayotgandi. Bu ularning yerda yaratilmagan bo'lish ehtimolini kuchaytiradi. Harbiy tizimlar bunday uzoqqa yo'naltiriladigan nurlarni qo'llamaydi. Bundan tashqari, kuzatuvlar 3 ta kontinentda bir vaqtda qayd etilgan. Bitta davlatni ayblash ilmiy jihatdan noto'g'ri bo'ladi. Bu hodisa harbiy tajribaga o'xshamaydi. Yulduz alangasi yoki portlash bunday tor nur hosil eta olmaydi. Tabiiy jarayonlar yoyilib ketadi. Tartibli impulslar yaratmaydi. Olimlar barcha tabiiy variantlarni tekshirgan holda rad etishdi. Shunday qilib, tasodifga o'xshamaydigan manba qoladi. Nur bevosita yulduzga emas, balki uning atrofidagi aniq bir nuqtaga ketayotgandek edi. Bu nuqta yashashga mos bo'lishi mumkin bo'lganligi gumon qilingan sayyora hududiga to'g'ri keladi. Bu aloqa urinishiga o'xshab ketadi. Shuning uchun olimlar hayratda qoldi.
Agar signal yerlik emas va tabiiy jarayon bo'lmasa, u holda uni kim yuborgan? Ehtimollar orasida bizga noma'lum manbalar ham turibdi. Balki bu ikki yulduz tizimi orasidagi aloqa bo'lishi mumkin. Biz esa tasodifan uning chekkasini ko'rib qolganmiz. Alfa Centauri yashashga eng yaqin joy sifatida ko'riladi. Agar koinotda aqlli hayot bo'lsa, ular avvalo shu tizim bilan bog'lanish ehtimoli katta. Demak, nurning aynan shu tomonga ketayotgani bejiz emas. Bu jumboqni yana ham chuqurlashtiradi. Nurlar bir emas, 3 kun davomida qayd etildi. Har kecha impulslar bir xil tartibda takrorlandi. Bu hodisa tasodifiy emasligining eng katta isboti bo'ldi. So'ngra nur kutilmaganda to'xtadi. Ba'zi olimlar bu xabar emas, balki ogohlantirish bo'lishi mumkinligini aytishdi. Chunki nurning to'satdan boshlanishi va to'satdan tugashi g'alati. Balki kosmik hodisa yaqinlashayotgandir yoki biz hali tushunmagan kuchlar o'zaro aloqa qilgandir. Ilmiy jamoa asta-sekin ehtimollarni qisqartirdi. Ular texnik nosozlik ham, tabiiy yorug'lik ham emasligini tasdiqladi. Ammo hech kim signal manbasini aniqlay olmadi. Hammaning boshida bitta savol qoldi. Bu nimaning boshlanishi edi? Nur kelib o'tdi va izsiz yo'qoldi. Biz esa uning qayerdan kelganini hali ham bilmaymiz. Agar bu xabar bo'lsa, kimgadir mo'ljallangan edi va eng qizig'i, biz undan faqat tasodifiy akslanishni ko'rdik. 2023-yilgi lazer signallari hali ham javobsiz jumboq bo'lib turibdi. Ularning manbasi ham, maqsadi ham aniq emas. Balki biz koinotdagi eng katta muloqotni tasodifan ko'rib qo'ygandirmiz. Batafsil xaritalar va qo'shimcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda.